alaykum. Hammalarni jubayon bilan 11-aprel sanasiga bugun Kirgil temir bozorida yangilik tashlashni boshladik. Bizni kuzatishda davom eting. Qani ketdik. Yangiliklardan endi tuni kechki pullarimiz ketdi mana. Holatlari ko'rib turganlar ideal. Mana bu yaqinroqdan ko'rsataman. Uzuni 12 metrdan. Eni 1 metrga yopilar ekan. Narxi yangida 100 ming, 120 ming ekan. Buni biz obunachilarimiz uchun 70 ming so'mdan qilib berilyapti. Kimga zarur bo'lsa, pastda nomerni qoldirib aloqaga chiqib, egasi bilan bog'lanishlar mumkin. Tevadan ham sizlarga holatni ko'rsataman. Mana aka, tevadan ko'rinish holatlari ham ideal. Uzun 12 metrdan bir xilda. Kimga zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kimga qanaqa temir mahsulot zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Pastda nomerni qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. Like bosishni esdan chiqarmang. Sog' bo'lasizlar.